Assalomu alaykum hammaga. Universitetdagi joriylardan zo'r ingliz tilidan 3 baholarni olib, sizlarga takoy qilib strategiya tushuntirib beraman. Strategiyami, tahlilmi? Qanaqa tushunsak shu. Oxirgi imtihon 102-imtihonda tushgan variantlarni ko'rib o'rganib chiqamiz. Ketma-ketlikda kunlik joylab boraman. Bitta, ikkita, 5 ta farqi yo'q, qo'limiz yetgancha. Birinchi test. Qaraymiz variantlarga. Bo'sh joydan, ya'ni bo'shligiga to'g'ri keladigan so'z va grammatika topishimiz kerak. Qafasdan keyingi qismini qarasak, ilnyon turibdi. Ilnyondan kelib chiqib to'g'ri javob ikkilanmasdan onji, ya'ni to'g'ri javob birinchi variant bo'ladi deb bemalol ayta olaman. Sababi ilnyon bu 1 yil bo'ldi deb aytayapti. Vaqtga nisbatan nanji grammatikasi ishlatiladi. Kecha yaqinda bo'lgan 106-topik imtihonida ham 51 sigida aynan shu narsa chiqdi. Ya'ni sotib olganimga, ya'ni 1 oy ham bo'lmadi degan joyi bor edi. Unda ham aynan nanji sadaga ishlatildi, samji bo'lib, bu yerda ham mana onji. Qafasdan keyin gap ilnyon. Unda ham shu 1 oy ham bo'lmadi degan joyi bor edi. Shundan kelib chiqib to'g'ri javob ikkilanmasdan, o'qib ham o'tirmasdan umumiy variantda to'g'ri javob 1 bo'ladi deb ayta olamiz. Lelte bu payt davomida kona yoki degani tanloviy ifodalikda taga ayotib, ya'ni bitta harakat oxirga yetmasdan qanaqadir vaziyat yuzaga kelgan payt, misol uchun ketayotib nimadir bo'ldi. O'sha payt ishlatiladi. Ya'ni mana oddiy yo'l, qaraymiz. Nanji tak i ilnyoni to'rtdan belgiladik. To'g'ri javob 1 bo'ladi. Bitta unaqa tarjima qilib ham o'tirmadim. Agar tarjima qiladigan bo'lsak, umumiy matnni i Tongnero isaril onji ilnyoni to'rtta, ya'ni bu mahalla, ya'ni Tongne tuman desak bo'ladi, tumanga ko'chib kelganimga 1 yil bo'ldi. Bu to'g'ri javobimiz 1. Agar sizga shunaqa testlar, strategiyalar qiziq bo'lsa, bizni videolarimizni o'tkazib yubormanglar, ko'rishda davom etinglar. Keyingi testlarda ko'rishguncha hammaga rahmat.